Viloyat soliq boshqarmasida xodimlar bilan korrupsiyaning har qanday ko'rinishdagi salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan uchrashuv bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Soliq tushumlari yuqori o'sish darajasini saqlab qolish, soliq bazasini kengaytirish hisobiga mahalliy byudjet daromadini oshirish, soliq qarzi va ortiqcha to'lov summalarini keskin kamaytirish, yashirin ish o'rinlarini legallashtirish, tizimda korrupsiya holatlarini mutlaqo bartaraf etish soliq tizimining bosh maqsadlaridan biridir. Soliq tizimida qonun ustuvorligini ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurashish, xodimlar o'rtasida qat'iy tartib-intizomga rioya etish masalalariga tadbirda alohida urg'u berildi. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi hay'atining kengaytirilgan majlisida har bir soliq boshqarmalarida qo'mita tomonidan ishlab chiqilgan maxsus ishonch va nafs chegarasi video lavhasi namoyish etilishi topshirilgan bo'lib, ushbu video lavha boshqarmada faoliyat olib borayotgan barcha xodimlarga namoyish qilindi. Unda korrupsiya illatini, salbiy oqibatlarini, qolaversa soliq tizimida yuqori lavozimlarda ishlab, bugungi kunda jazoni ijro etayotgan mahkumlarning fikrlari namoyon qilindi. Soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish, ochiqlik, halollik va halollik har bir xodimning bosh maqsadi bo'lish shartligi ekanligi. Bu faqat shior emas, balki faoliyatimizning asosiy mezoni hisoblanadi. Qolaversa soliq hamkor axborot modeli orqali kelib tushayotgan murojaatlarni o'z vaqtida va qonuniy ko'rib chiqish, ortiqcha to'lovlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Ta'minlashdagi kamchiliklar tanqidiy muhokama qilindi. Korrupsiya xalqning, davlat va uning organlari bo'lgan ishonchiga putur yetkazadi. Ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning vujudga kelishi va yashirin iqtisodning yanada rivojlanishiga asos bo'ladi. Yashirin iqtisodiyotni avj olishi byudjet tushumlariga ta'siri juda katta hisoblanadi. Darhaqiqat qonunlar o'rnatilgan turli tartiblarni nohalol yo'llar bilan chetlab o'tgan holda soliqlar va majburiy to'lovlarni to'lamasdan noqonuniy foyda olishga hamda foydani yanada ko'paytirishga yo'naltirilgan harakatlar majmuasi yashirin iqtisodiyotdir. Ana shunday xufiyona iqtisodiyotning oldini olish maqsadida bozor va savdo komplekslarida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolar bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Shu bilan bir qatorda tadbirkorlik subyektlariga faoliyatlari davomida soliq xodimlari yoki boshqa shaxslar tomonidan ta'magirlik holat kuzatilgan taqdirda ishonch telefon raqamlari va Telegram bot kanallarini o'zida aks ettirgan buklet, flyer va broshuralar doimiy tarzda tarqatilmoqda.